aytib o'tilgan sohalar bu driver va oldinda juda katta yana imkoniyatlar bor va prezidentimiz ta'kidlab o'tdilarki, ya'ni bu 1 million aholini ish bilan ta'minlaydigan sohalar deb. Agar bu sohalarni bir chekkadan aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda shu to'qimachilik sohasi bo'yicha albatta juda tanqidiy o'tdi. Bizning ishlab chiqarish korxonalari asosan yuqori sifatli ipkalaga talab borligi va bizdagi omborlarda bugungi kunda u sifatga javob bera olmaydigan xomashyo bo'lganligi uchun bizda 175 million dollar eksport yo'qotishi va bu bo'yicha tanqidiy va buni aniq chora-tadbirlar qilib, keyingi zanjirlarni ulash bo'yicha aniq vazifalar berdi. Ya'ni bugungi kunda respublikamizda paxta tolasi bilan ipkala va 170 ming tonna mavjudligi, biz yangi hosil 1-oktyabr boradigan bo'lsak, oldingi yilga qarab tashab qo'yadigan bo'lsak, 100 ming tonna ipkala va eksport bo'lib ketib qolish xavfi bor. Bu yoqda esa bo'yoqxona va tikuv sexlarida 170 mingta odam ish bilan ta'minlangan. 170 mingta odamni ishda saqlab qolish bo'yicha yo'nalishlar hozir va bugun olmasak, o'rtacha hisobda 1 milliard 100 million dollar eksport yo'qotish xavfi borligi va undan tashqari 170 mingta odam ishsiz qolib ketib qolishi, bu sohada xomashyo bo'lmay qolishini prezidentimiz buni juda vaqtida va o'rinli aniq vazifa qo'ydilar va biz ipkalavani eksport qilib boshqa bozorda ularni qo'shilgan qiymat yaratishi mantiqan bu noto'g'riligi ham prezidentimiz buni tanqidiy aytdilar va bu bo'yicha aniq topshiriq berdilar va men o'ylaymanki, o'sha bo'yoqxona va tikuv fabrikalarini 1-oktyabrgacha chet bozoridagi aniq buyurtmalarni saqlab qolishga juda katta imkoniyat bo'ladi. Bundan tashqari mebelchilik sohasi bo'yicha bugungi kunda o'sha respublikamizning 4 ta viloyatlarida 6 ta tumanda xonqa tajribasi asosida mebelchilik klasteri tashkil qilinishi bo'yicha topshiriq berdilar. Bu nima beradi? Masalan, Toshkent shahrida bugungi kunda Uchtepada, Yunusobodlarda alohida sanoat zona ajratilishi va uning qurilishi bo'yicha topshiriq berildi va bunga pul mexanizmi ham berdilar. Zargarlik bo'yicha bo'lib to'lash imtiyozi tugagan vaqtida o'sha tugashini 3 yilga cho'zib berilishi bu mahalliy investorimizga ham va xorijiy investorimizga ham to'laqonli hisob-kitoblar bilan kelajakdagi, ya'ni o'sha biznes plan tayyorlarini qilishga tayyor imkoniyat. Respublikamizning 15 ta tumanlarida yoyma bozorlar bor. Aslida mumkin emas. Sababiki zargarlik mahsulotini sotadigan faqat mas'uliyati cheklangan jamiyat MSJlarga ruxsat berilgan, ular kamida 18 kvadrat joy olish kerakligi va u yerda sotish mumkin. Endi YTTlarga ruxsat berilishi birinchi o'rinda bu ularni shaffof ishlashi va ikkinchisi esa qonuniylashtirib beriladi. Savdo bilan shug'ullanadigan zargarlarning qo'lida bugun 70-80 million dollarlik zargar buyumlari bor. Chet eldan olib kelingan yoki eskidan kelgan, shunga prezidentimizdan iltimos qildikki, bir oyga shuni amnistiyasini berilsa-da va bu asillik palatasi orqali tamg'alarni qo'yib olsa, zargarlik bilan savdo qiladigan tadbirkorlarimizga juda katta xursandchilik. Bu bir. Ikkinchidan, mijozimlarga sifatli mahsulot bu ikki. Uchinchisi, ular xotirjam ishlaydi. Va bugun oxirgi topshiriqlari hurmatli prezidentimizdan 20-avgustga aynan kichik biznes va savdo servis sohasi ertadan boshlab tumanga, viloyatlarga barcha mas'ullarni chiqarib, prezidentimiz darajasida olib chiqargan masalalarni aniq ega kesimlarni berishi topshiriqni oldik.